Hayotingizda qabul qilishingiz mumkin bo'lgan eng yaxshi qaror bu Qur'onni yod olish qaroridir. Qaror qabul qilgan kundan boshlab to qiyomat kuni Allohga ro'baro bo'lib, u sizga o'qi va ko'taril deguncha baraka sizni o'rab oladi. Yod olmasligingiz ham mumkin, lekin niyatingiz xolis bo'lsa va shu yo'lda vafot etsangiz, bu barakadir. Zero Alloh niyatlarga nazar soladi. Bu yo'l oson, shirin, go'zaldir va unda million baraka bor. Allohga qasamki, agar siz Qur'on bilan birga bo'lsangiz, hayotingizda doimo baraka, yo'lingizda esa nur bo'ladi. Va sizga rizq ajoyib ne'matlar ila yog'iladi. Va Qur'on sizdan ko'p vaqt talab qilmaydi. Agar kishi har kuni shom va xufton yoki bomdod va quyosh chiqish oralig'ida o'zini bag'ishlasa, Allohning kitobini o'zlashtirib oladi. Faqat 1 soat va siz Allohdan bo'lgan yordamni ko'rasiz. Faqatgina davomiylik va bas. 2 muqovali Qur'on. U tugaydi. Bor yo'g'i 600 sahifa va tamom. Agar bu ishda tirishqoq bo'lsangiz, 2, 3, 4 yil o'tmaydi va siz uni bitirib, Allohning kitobini hofiziga aylanasiz.